Assalomu alaykum, Kripto kanalining obunachilari. Do'stlar, yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribmisizlar? Do'stlar, o'tgan safar bir ikkita saytda reklama qilgandim. Akkaunt sotiladi degandim. U akkaunt dogovor bo'lgan. 15-gacha dogovor bo'lgan. Agar akamiz 15gacha pulini tashlamasa, olmasa, undan keyin yana повтор nimaga qo'yaman, sotuvga qo'yaman. Hozircha dogovor bo'lgan. Endi konkretno dogovor bo'lgan u. Yana bu odamchilik aytib bo'lmaydi. O'shaning uchun 15gacha hali bu akkaunt уже sotildi hisob aka. Agar sotilmasa keyin chiqaraman yana. O'tgan safar ham xuddi shunday bo'lgandi-yu. Aslida sotilgandi, dogovor bo'lgandi. 3-yili 3dami 6dami bo'yat pulni tashlash kerak edi oladigan odam. Lekin boshqa u ham svязga chiqmadi, men ham so'ramadim. Shunday qolib ketdi-da. O'shaning uchun bu safar ham xuddi o'sha voqea. Biz kutamiz 15gacha, 15dan keyin ko'ramiz nima bo'lar ekan. Ungacha men harakat qilyapman, goldga chiqarishga. Hozir Tompikni o'ynayapman, o'rin ko'taryapman, xullas. Qaysini ko'tara olsam, o'shani ko'taraman goldgacha. Undan keyin vakamiz o'z iltimos qildi goldga ko'tarishga harakat qilishga. Qaysida pulim bor, o'shani уже ko'taryapman. Endi agar uni ko'tarsam, undan keyin boshqasiga kiritib, boshqalarni ham ko'tarishga harakat qilaman. O'sha kungacha qanchasini uspet qilsam, o'shanchasini ko'taraman. Undan keyin narxi yana biz misol kelishilgan puldan boshqa bo'ladi. Bu bilan narxini kelishganmiz. Nima bo'ladi, nima qo'yadi, goldga chiqsa qancha bo'ladi, uni hammasini kelishganmiz. Так что 15gacha paka sotilgan akkaunt. Keyin bitta saytda aytib o'tgandim oldin. Tak. Mining sayti edi. Litecoin ishlab berish kerak edi. Unga men o'sha kun pul kiritdim. Oxirgi videomdagidek bir 3-4 kun oldin edi shekilli. Pul kiritdim. Litecoin kiritdim. Ya'ni bir versiyasini sotib oldim. U yerda meni tushunishimcha 2 ta Litecoin bo'yat chiqarib berish kerak edi. Afsuski unaqa emas ekan. Kuniga 0.3dan keyin 5 chiqarib beryapti. Bir kuniga bir marta chiqarib beryapti. O'shaning uchun так что o'zlaringiz o'ylab ish qilsangizlar yaxshi bo'ladi. O'sha bir versiyasini sotib olsangizlar bo'ladi. Misol ozgina ko'proq to'laydi, chem o'zi avtomatik to'lagandan ko'ra. Unga ham unchalik katta pul ham kiritilmaydi. Gideta shu qancha edi? 500 rubllar atrofida kiritiladi shekilli. 3 oygacha ishlaydi. 3 oygacha bo'yat rasxod qoplash kerak. 0.05 bo'ladi. 3 oygacha menimcha adashmasam. Xullas 40%, 60% mi, 40% mi foydaga qolish kerak. Endi u yog'ini o'shanda ko'ramiz. Hozir men biroz deya olmayman. Uni o'sha kuni pulni chiqardik. U pul chota nimani alishib, boshqa nimaga adresga chiqarib yubordim. Ko'rsata olmadim pulni chiqarganimni. O'shaning uchun hozir yana повтор chiqarib ko'rsataman. Hozir menga qancha beryapti. Tak, videoni tugatamiz hozir buni. Ekranda o'chiraman. Hozir agar xullas do'stlar, ekranda o'chirmasdan promoy video qilaman dedim, bo'lmadi короче. Hozir ekranda o'chirgan holda video qilaman. Kimgadir video ma'qul bo'lsa, like bosib qo'yingizlar, podpisatsiya bo'lib qo'yingizlar. Keyingi videolar o'tkazib yubormaslikka.
Nasib bo'lsa mana shu akkauntni sotsam, undan keyin konkurs iloji boricha har videoda konkurs qilishga harakat qilaman. Agar har videoda qilmasa ham 2-3 ta videoning ichida o'sha konkurs qo'yilib boriladi. Yana konkurs qilamiz. Va u akkaunt sotgandan keyin bu 15 dan keyin agar o'xshasa u akkaunt sotsam, yana akkaunt ochib, yana ko'tarib sotishga harakat qilaman. Goldga chiqarib sotishga harakat qilaman. Agar o'xshasa, pastayani bundan buyoq bitta akkauntdan bo'lsa, goldga bitta akkauntdan bo'lsa ochib, goldga chiqarib sotaman. Tak, qo'ldan kelgancha u yo'lga harakat qilamiz. O'shaning uchun podpisatsiya bo'lib qo'yinglar, videoni o'tkazib yubormaslik uchun. Tak, hozir mana bu sayt, mana bu sayt Litecoin mining, Xo'sh, hozir men mana bu versiyani sotib olganman. Tak, mana bu bir versiya. Bu o'ziniki. Mana buni sotib olganman. Endi bu yerda kunlik dohod beradigan, mining ishlab beradigan pulimiz mana bu bo'lish kerak. Yo, sotib olganda qanchaga sotib olganman? Adashmasam 0.01 0.11 ga sotib oldimmi? Yodimdan chiqibdi. O'tgan videoni ko'rsanglar o'zlaringiz bilasizlar. 1.1 versiyasini ko'rsanglar, narxi qanchaligi ko'rsatilgan. Qancha Litecoin kiritishi. Asosan kuniga mana bu pulni ishlash kerak-ku, lekin chiqarib berishda kam chiqarib beryapti. Hozir men videoni qancha bo'lsa qisqa qilishga harakat qilaman. Siraza pulni chiqarib ko'ramiz, Bybitga chiqaramiz. Hozir mana Bybitda meni 76 sent pulim bor. Bu ham xuddi o'sha Litecoinda. O'zini bergan puli mana bu edi. Oldin misol pul kiritmasdan o'zi ishlaydigan pul mana shuncha chiqarib berardi. Mana bir marta chiqarganman, undan keyin bu yerga chiqarganim yo'q. Endi har kun chiqarilganim yo'q, yodimdan chiqib ketyapti. Esimda bor vaqt chiqarsam, buncha nimaga chiqaryapman? Hozir shunga chiqaraman. Hozir mana bu Litecoin olamiz. Bybitga chiqarib ko'rsataman. Shtobi Bybitda biron so'm yo'q, ko'rsatishga yaxshi bo'ladi. Adresni kopirovat oldik. Hozir saytga kiramiz va mana Wizardni bosamiz. Va bu yerga adresni joylaymiz. Tak, joyladik. Mana buni bossak, o'sha bizga mana qancha pul chiqarib berishini ko'rsatyapti. Mana shu puldan ziyod chiqarib bermas ekan. O'sha 1.1 versiyasini sotib oldim. Mana bu versiyani o'shanda ham o'shancha kam chiqarib beryapti. Tolka bu yerda mana bu 3 ta Litecoin kiritsang, bezradinsa qancha chiqarsang, bitta chiqarasanmi, 10 ta chiqarasa 20 tagacha kuniga chiqarsa bo'ladi deyapti. Bu bez ограничение deyapti. Vashimda 20 ta emas, bez ограничение. Umuman ограничение yo'q. Minimalka yo'q. Любой pulni chiqarishingiz mumkin agar 3 ta Litecoinga sotib olsangiz. Lekin umuman men uni tavsiya qilmayman, chunki yolg'on u. Agar unga pul kiritsanglar, agar bor deyuslardan 5 ta Litecoin o'zi bergan bo'lsa, o'shani agar chiqarib bersa, вообще zo'r, lekin chiqarib bermasligi ham mumkin. O'shaning uchun riskovat qilib ko'rmanglar demoqchiman. Iloji boricha riskovat qilmaslikka harakat qilinglar. Mayda versiyalar sotib olsanglar, qancha bo'lsa ham o'zi minimalka beradi. O'sha minimalkani qancha vaqt ishlab bersa, o'shanga sotib olsanglar, kuniga qancha chiqarib bersa ham o'shani olib qo'yasizlar. O'sha orqali ishlasanglar bo'ladi. Mana Wizardni bosaman hozir.
Menga shuncha pul chiqib ketish kerak. Mana уже pulni to'lab berdi. Hozir adashmasam sirada tushib kelish kerak. Hozir Baybatga o'tamiz. Xo'p, hozircha pulim tushib kelmadi. Soat 3:23 da qani necha minutda tushib keladi. O'zim men videoni to'xtatib turaman, pauza qilib turaman. Do'stlar, 26 da o'tdi. 3:26, 3 minut kuzatib turdim. Tushib kelmadi. Lekin mana bu yerda to'lab berdi deyapti. Xullas, saytdan pulimiz chiqib ketdi-yu, lekin hali bu yoqqa tushib kelmadi. Tak, bu yoqqa tushib kelish uchun adashmasam bu yerda minimalka bo'lmaslik kerak. Yaqinda qo'ygan bo'lmasa minimalkani bu yerga tushib kelish kerak. Bilmadim nimaga tushib kelmayapti. 1 minut ichida tashlab berish kerak. Вообще-то nimagadir tashlab bermayapti. Endi bu yerda minimalka yo'q. Qancha chiqarishingiz farqi yo'q, tushib kelish kerak. Lekin tushib kelmadi. Hozircha videoni tugatamiz. Keyingi videoda tushib keldimi yoki yo'qmi? Nima qilib aytib o'taman. Iloji boricha screenshot qilib tushib kelsa, siraza screenshot qilib gruppaga tashlab qo'yaman. O'zlaringiz ko'rib olasizlar. Gruppani manzili kommentariyada bo'ladi. Обязательно gruppaga ham qatnashib qo'yinglar. Esda shto'li bo'yida misol bir narsa sotib olish kerak bo'ladi yoki sotish kerak bo'ladi. Hammasini bemalol o'sha yerda sotishlaringiz mumkin. Yoki bir kriptovalyutani sotasizlarmi yoki sotib olasizlarmi? Farqi yo'q. Nimalaringiz bo'lsa o'sha yerda sotishlaringiz mumkin. Tolka sirka tashlamasangizlar bo'lgani gruppaga. WhatsApp gruppa bemalol gaplashishga haqlaringiz bor. Bemalol gaplashishlaringiz mumkin. O'sha yerda nima sotmoqchi bo'lsangiz sotib olishlaringiz mumkin. Xo'p do'stlar, paka videoni to'xtatamiz. Video ham o'zi cho'zilib ketdi. Tak что yo'q, kelmayapti. Balki kasholokda o'ziga qancha vaqtdadir kelib tushishi mumkin. Yarim soatda, 1 soatda kelib. Baybatda o'zi ham ba'zida shunday dolga tortib qoladi. Dolga vaqt tushib kelishi mumkin. Asosan sayt to'lab berdi. Saytdan chiqib keldi pulimiz. Mana bu yerga sapshat qilyapti boshida. Lekin bu yoqqa tushib kelmayapti-da. Shunga hayron bo'lib turibman. Misol adresni to'g'ri chiqargan bo'lsak, mana bu yerda ko'rsanglar, uje to'lab berdi. Faucetbek kasholokka chiqarganimda 1 minutda tashlab bergandi. Lekin bunga bu yerdan chiqib ketyapti-yu, u yoqqa borib tushish problema bo'lyapti. Xo'sh, nima bo'lganda ham keyingi videoda ko'rsatib o'taman. Chiqarib berildimi yoki yo'qmi? Ungacha videoni tugatamiz. Kimdir 1.4 versiyasini sotib olib, e'tibor bersanglar, 3 ta Litecoin, 1.4 versiyani sotib olgan, 3 ta Litecoinga qaytarib 3 ta Litecoin chiqarib olgan. Adashmasam.
Wizard chiqarib olgan. Completed. Lekin completed. Bu men bir versiyasini sotib olganim, mana misol bu yerda ko'rsatib turibdi. 01 ga sotib olar ekansiz. 1 versiyasini. Lekin 1.4 versiyasini ham kimdir riskovat qilib sotib olganda 3 ta Litecoin kiritib, 3 ta Litecoin qaytarib chiqarib olgan. Bilmadim. Kim chiqargan bo'lsa. Так что buni ham kimdir riskovat qilib ko'rgan, chiqarib bergan. Chiqarib bergan bo'lishi kerak. Wizard bo'lib turibdi, lekin completed bo'lmagan. Bilmadim. Tushib borganmi yoki yo'qmi, biror narsa deya olmayman. Bu ham qachon chiqargan? 05-07 da chiqargan. Ya'ni 7-soda chiqargan. Так что bilmadim. To'lab berganmi yoki yo'qmi, вообще-то Wizard bo'lib turibdi-yu. Atak completed bo'lmagan. Men bu completed bo'lib turgani men kiritgan pulim. Misol 01 Litecoin kiritganim hisoblab turibdi. Completed to'lab berdi deb turibdi. Lekin bu chiqarib ketdi deyapti-yu. To'shna chiqarib bergan bo'lsa, bir riskovat qilib ko'rish kerak. Kimdadir bo'lsa. Lekin hozircha shoshilmay turinglar. Xo'p do'stlar, videoni tugatamiz. Ishlaringiz omad. Sayt adashmasam 100% to'lovda. Bu yoqqa tushib kelsa yana screenshot qilaman. Agar bu yerga tushib kelmasa, keyingi safar Fawcetbek kashalogga chiqarib ko'rsataman. Ya'ni ertaga shu vaqtga chiqarib ko'rishim to'g'ri keladi-yu. Lekin ertaga bu vaqtga video qila olamanmi yoki yo'qmi bilmayman. Indinga mumkin ish payti vaqt topib video qilib ko'rsatishim mumkin. Xo'p, videoni tugatamiz.